Onamning chap oyog'i og'rib bosolmay qoldi. MRT tekshiruvdan keyin bellarida grija borligi ma'lum bo'ldi. Vrachlar turli ukol dorilar va mashqlar yozib bergan. Ularning orasida turnikka tortilib turish ham bor ekan. Onam internetdan qo'shimcha davo usullarini qidirib turganida oldidan ushbu taxtacha chiqib qolibdi. Ma'lumotlarga qaraganda uni qozog'istonlik grija bo'lgan Meyram ismli odam o'ylab topgan va o'zi shu taxtacha orqali tuzalib ketibdi. Men o'zim mebelchi bo'lganim uchun bunga zakaz bermadim va darhol ishga kirishdim. Internetdan aniq va standart o'lchamlarni olib, yasashni boshladim. Laminatdan uznasiga 27 sm, eni esa 8 sm qilib plankalarni kesib oldim. Va kerakli razmerdagi aylana shaklini berib, lobzikda kesib tashladim. Silliqlash uskunasi yordamida chetlarni tekislab turgan paytim videoga olish xayolimga kelib qoldi va bu insonlarga foydali bo'lar deb o'yladim. Tayyor bo'lgan detallarni ikki tomonlama skotch yordamida joyidan siljib ketmasligi uchun 3 ta joyidan yopishtirib oldim va birin-ketin burchaklarni to'g'rilab, samarez bilan mahkamlab chiqdim. Hammasini terib bo'lgach, notekis joylarini to'g'irlash uchun silliqlash uskunasi yordamida yuza va chetlaridagi notekis joylarini qo'lga yoqimli qilib tekislab oldim. Ko'rib turganingizdek, taxtacha tayyor. Taxtachaga yotish grijasi bor insonlarga biroz noqulay va boshida o'zingiz yordam berib turishingiz kerak. 4-5 kundan so'ng odam ancha ko'nikadi. Ayol kishi uchun taxtada yotgandan turnikda ko'p vaqt osilib turish ancha qiyin. Bu taxtacha birdaniga yaxshi qilib qo'ymaydi. 2-3 oylik kurs davomida grijani joyiga tiqvorar ekan. Endi buni esa onamga aytib beraman. Natijalar bilan qiziqsangiz bizga obuna bo'ling hamda dardiga davo izlab yurgan tanishlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying.